Ortoped doktor Ismoiljon qanday rahbar? Ustoz har bitta ishni vaqtida bo'lishini talab qiladi va bizni yutuqlarimizdan xursand bo'ladi. Ular juda qattiqqo'llar, talabchanlar, lekin shu bilan birga mehribonlar. Biz ularni juda hurmat qilamiz va yaxshi ko'ramiz. Ismoil Ibrahimovich avvalo juda ham ajoyib inson va bizga Xudo tomonidan berilgan ustoz. Oddiy qilib aytganda, travmatolog ortopedlar ichida biri. Ustozim o'zini bilimini shogirdlariga o'rgatishdan hech qachon qizg'anmaydi va o'zlarini kasblarini haqiqiy fidoyi insonlari. Ular har bir yutug'imizdan xursand bo'lishadi. Agar xato qilsak, mayli, bu ham tajriba deyishadi. Doktorimiz palatada yotgan bemorlarimizga, o'z farzandlariga, o'z yaqinlariga qaragandek mehribonlik ko'rsatishadi, ularni davolashadi. Ismoil Ibrahimovich talabchan, lekin juda mehribon insonlar. Ular samimiy va jonkuyarlar. Ismoiljon Ibrahimovich eng qalbi toza, eng mehribon inson. Biz ular bilan faxrlanamiz. Ismoil Ibrahimovich eng jonkuyar va qo'li gul shifokor. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.